Mana qara, bugun nima ro'za tutmading? Sizlarga yolg'on, Allohga chin bir kun oldin atrofini bo'ldim. Qizing bergan mehrni bera olmasak ham Og'ir kuningda yoningda turamiz. Toy bola. O'zgartirmadi mansab oxiriga kelsin shu gaplar oldin. O'ynab kul do'stim, davring sur do'stim. Bu dunyolar g'animat, ko'ngillar har doim bo'lsin. O'ynab kul do'stim. senga yaxshi gapiryapti degani, Sen bilan gaplashyapti degani emas. Toy bola. yig'ishtir mujik yig'ishtir. 2 kun oldin tanishgan qizingni onasi yig'ishtir. O'ziga jo'natib qo'yamiz. Ko'tar kamerani. Biz Royal Gardens'da zipline tushga chiqdik. O'sha bolalarni o'qitishni boshladi. Voy, ketdilar mana shoxga. Yo, men uchmasam kerak. Meni galim keldi. Bir, ikki, bismillah. Bozor qalay. Qalay. Mazza lekin. Do'stami? Bu слишком tez, bu опасный ро, брат. Yüzünü koydunuz. Qizarib ketgan. Qo'rqib ketdingmi? Voy, nimadir yomon urildim men lekin. Xullas, Royal Garden seni uchasizlarga mana birinchisidan yo'lakda uchgandan keyin ikkinchi yo'lak bo'ladi. Ana o'sha paytda ikkinchisida tormoz bor ekanda, ushlab qolarkan. O'sha payt qo'rqinchli ovoz chiqib ketadi, qo'rqmanglar. Ana bu qo'rqib yutalib tuberkuloz bo'lib qoldi. Ey, gaz bo'lsa svet yo'q, svet bo'lsa gaz yo'q. Ashqa g'alati bo'lib qoldi. Bu podkast. Bir marta Patkavlik to'g'ri, ha. Umuman gapirmaysan. Nima podkast deb kulyapsan ustida? Chiqoq. Babramniki podkast. Yomon qilding. Krugda obro'si-yu, do'sting. Ah, ketasanlar. Ovqatlanishga. Men ham bor, meni olib ketlaring. Orqani saddetilingni kimsiga qildiruvdim-da, sal o'shanga. Undan ko'ra o'rtoq Yandex chaqirib beraylik, yetib olasan. Turamiz, Yandex keladi hozir. Bola bu narsa zakaz qo'rasizmi? Ha, Osh zo'r tema osh lekin, borasanchi? menga ana mastava bitta. Mastava ham yaxshi lekin osh zo'r. Osh yaxshi, osh yeymiz. Tak, 3 ta mastava beradi. 3 ta mastava ekan, osh kerak emas. Bo'ldi, 3 ta emas. Osh bo'lsa ham yo'q dori yoki. O, bo'ldi. Ana 4 qiz hal bo'ldi. O, normal. Kechqurunga chaqiryapti, staqdasanlar-yu. Lekin biz 3 kishimiz, 4-inchimiz kim? Murtozo 4-chi kim mosuv bo'ladi? 4-chilik kanishda menman-da. Yo'q, ularning ham orzu havasi bor-ku. Tal takoni bola xohlashyapti-da. Endi o'tkazordilaring lekin. Murtozo! Xo'p. Ertaga ko'rishamiz, brat. Omad, keyingi hayotingda. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Erimni chiqib kela qolay. Let's go, la la la. Bitch, I'm a Instagram. Menga qaralaring. Meni qizg'anib, bir-biring bilan urushib, talashib, sochlaringni yulib yurmalar. Meni sportivkani tagida 124 ta ot kuchi yo'q. Har kuni zalda trenirovka qilaman. 62 tadan ham bo'lib beraman. Ikkalangga ham kuchim yetadi. O, kechmang. O, tapchiki. Yoqqara borgin. Tanishmaymiz. Yoq.
alam qiladi-ya, takuy qizlar, latta bolalar bilan yursa. Takoy maslahat. Yaxshimisan? Salom. Yana o'sha muammomi? Yana so'ppayib turibsanmi? Menga qara, vaziyatni qo'lingga olmaysanmi? Qara, ovqat qilishni bilmaydi, kir yuvishni bilmaydi, ertalab zavtrakini qilib bermaydi. Menga qara, gapir qattiq. Unga quloq solmasa, so'kishingga quloq solmasa, res qo'yib yubor bo'ldi, nima muammo? Maslahatingiz yaxshi-yu, lekin Sardor aka, xotinimning akasi-siz-u, menga unaqa deyapsiz. Endi biz 20 yildan beri eplolmayapmiz, uka. Qancha ovqat qilishni o'rgatgan. Mana eplolmayapman, nima qilay aka? Biz ham kelib ket. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that. Seni yangi ishxonangga olib kirib qo'yayotganimda, nima deb tanishtiruvding uydagilarga? Yaqin do'stim. Yaqin do'stim. Men mashinani qamaqingdan olib beryotuvding menga. Amaqa arzonroq qilib bering, bu meni nima degding? Qiyomatli jigarim. Qiyomatli jigarim. O'tgan oy bolalar bilan tog'ga chiqqanimizda mahalladagi bolalarga nima deb tanishtiruvding meni? Dunyodagi eng yaqin insonim. Dunyodagi eng yaqin insonim ne bo'lmasa maftunga qarab, yo'q, u meni o'rtog'im emas deding. O'rtoq, men ham to'g'ri-chu. Ro'za oyida men ham yolg'on gapira olmayman. Shuncha yolg'on gapirgan gaplarim ro'za Ramazon oyida yuvilib ketsin. Shunda sen meni o'rtog'imga, a? Ol o'rtoq narsalar vobshe cho'tkilar. Uyalmaysizlarmi? Ramazon oyida hammaning oldida narsa yeb o'tirishinglarni qaranglar. Ozgina insof kerak. Birodar, ro'za tutmabsiz-a? Ne? Soat 12 bo'ldi, jinniroqni hozir saharlik qilamiz. Voy, ming bor uzr aka. Aka boya, bu ikki setidan shunaqa chiroyli qiz tushib keldi. Ikkita bavani shundoq xupladi-yu. Voy, qizni ko'rsangiz. Ikki setdan ichidan men tushib kelsam ham takoy ko'rinaveraman lekin. Menimcha sizga Rolls-Royce yordam bermasa kerak aka. Chiqib hayajonlanib ketaman. Bu narsa qilmasangiz bo'lmaydi, o'rgating. Ukam, o'zingni bos, to'xta. Dona tushuntirib ber. Gaplar nima bo'ldi? Asabiylashib, qon bosimlarim oshib, yuraklarim dukullab ketyapti. Bu narsa qilmasangiz bo'lmaydi. Ukam, qara, men bekorga oldingda emasman. Men senga hammasini o'rgataman, ukam. Uylanganman-ku. Qara, hozir ichkariga kirasan. Silaysan. Shap ochasan. Yo'q, men xonimon aytmayman, ukam. Shap ochasan deb choy qo'shib ichib yuborasan. Qara, hayajonlanmaysan, asabiylashmaysan. Qon bosimlaring joyida bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi. Keyin Bu nimaga? immunitetini ko'taradi, ukam. Bosgan. Bosgan. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Sifat metalga o'xshab kelibsizlar. Qarindosh ekanmiz-da. Nega? Meni ismim Po'lat. Meniki Temir. Aka, nima nima? Prof Nasli Cherepitsa. Cherepitsa. Unda biz ikkita. Qanaqasidan? Menga go'shtligidan. Menga pepperoni. Cherepitsa. Kafir. Akalar. Bu sokol deyiladi. Yo, temirligiga men gapirma. Men metalmi? Da, metal. Paxtadan yaxshimi? Ancha yaxshi. Unda bizga 80 kvadrat berib yuboring. Hop, nimaga? Saunaga. Sauna quramiz. Aka, nima? Metal turba. Unda bizga mashina qilib 32 ta kesib bering. Nega? Oq qora qilib kesib bering. Aka, shashka o'ynaymiz, shashka. Aka, nima? Qora list. Unda bizga 5 ta bering. Nega? Aka, bowling qilamiz, darishkasiga zo'r ekan. Aka, nima? Shifr. Biz rangli printerni o'ylamiz. Spiskalar yozib oldingiz-a? Ha, yozib yubordim. 100 kvadrat patolog zakaz qilganingiz uchun sizlarga 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Yanachi? Va dastavka xizmatimiz ham bepul. Unda bizlarni ham qo'sh dastavka qo'yinglar. Murtazo? Nima qilib turibsan? Bitta idea kelib qoldi, aka. Mana shu svetoforni qizil chirog'ni yuradigan qilib, yashil chirog'ni to'xtagan qilsa, odamlar qanchalik ko'nikib ketarkin-a? Murtazo. Nimani yana hisob kitob qilyapsan? Aka, qarang, mana shu mashinani bor-ku, gazini bosganda to'xtaydigan, tormozni bosganda yuradigan qilsa, xalq qanchalik ko'nikib ketarkin. Tasavvuringlar bo'lsa kerak. Ukam, menga qara. Benzin narxi oshdimi? Ha, oshdi. Ko'nikdik, to'g'rimi? Ko'nikdik. Mashina narxi oshdimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Qara, oylik bitta oshdida, ikkitadan kommunalkalar ham oshib berdi, to'g'rimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Sen aytayotgan narsalar Эй, беда гора бумба, парашютен, кушадыгын шара-бара-бар, или жет, как будто шетелей.
Ko'cha qo'yardim, men seni ko'chada tug'ib edim. Ne unaqa desoni bolalar bilan futbol ko'rib qolib ketdi. Ye bolalaringiz kechasi bilan molga o'xshab ko'shab chiqasalar, uxlasang bo'lmaydi, ertalab tura olmaysan. Turaman, onam mendan voqli turadigan odam yo'q bo'lsa kerak bu dunyoda. Qorin to'ylaydi, srochni uxlash kerak. Xonani ahvolini qara. Bo'lmishlar ham mendan yaxshi yashasa kerak. Xotinni tozalab qo'ymadi uylarni. Men hali uylanmaganman, menda xotin maqsi. Ushulash kerak. Qo'lam olib ketdi. Keyin hamisha xotin qiladi. Only you. Va mol, vaqtliroq tursang bo'lmaydi, biz sen tengini ikkita bolali bo'lib dunyoning ishini hal qilyapti. Sen hali ham yotibsan, sasib turoningni. Ha do'stlar, zero uylanmas ekansiz, biringiz ikki bo'lmay, hayotingiz shunday mazmunsiz o'taveradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tezroq uylan, Shuna qarasam, gaz. Voy, shoh. Rahmat. Yili necha buni qancha yurgan? 18-yil minilgan. Bu mashina endi menga borib bir man tashab ketgan eski qizimni eslatadi chumotsam. Qizi Spark haydirmidi? So'rachi? So'ra. Murtazo? Qizi Spark haydirmidi? Murtazo. Qizini rangi sal qoraloq emasmidi? Asfalt ko'rganmikan hech qanaqa? Asfalt ko'rganmikan yoki? Anaqa asfalt ko'rmaganmi qizingga bordi? Yo'q. O eslatadi bo'lmasa Murtazo. Mana mashina. Va bu mashinani nima sani qizingni eslatadi-da? Boya minilganligiz. Hop. Meni ham qizim 3 yil minilgan edi, esimga tushib ketdi. Qattiq yurtdi-la. Tozasi bormi? Changi to'rlaring qanol, orqa tozami orqalaring? Toza ketdi. Soqqa keladi, havo uchib boradi, soqqana ber. Mana mazayni qara. Oke, menga. Qolmadi, oxirisini bunga berib yubordim. Tanimayapsiz, okeymi? Kimsan, tanimadim. Voy. Alo, Sobir aka, bu yerda g'alati ish bo'pti, aka, cho'ta yo'd boryapti-la menga. Gaplashing. Kim? Sobir aka. Alo. Ha, brat. Bo'ldi, qalqib beraman, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, bo'ladi. Soqqani ber. Mana. Nima kichkina bu? Chorvoni ukam. Bunga izzachi, o'rniga ham izzatisiga ham qo'yib beraman, ozgina och. Chisnomi, aka? Bakteriyaga qarshi ukam. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz, lekin men havola ochilib ketgandan keyin sizlarni ham ishtoq deydi. Ukam, bizani ish sezon-pezon tanlamaydi. Xalq nimadan qiynalsa, o'shani sotib soqqa qilamiz. Menga qaralaring, gaz zapravkaga o'chib boshlanmadimi? Nima qilay? O'ynab yurganim yo'q-ku. Yaxshi ko'raman, lekin men ham karyeram tuzib kelib ishxonani umumarlashtirib bo'pti. Jonga tep ketdi. Nima bo'pti, o'rtoq? Aytlarding. Kim seni xafa qilyapti? Qizimni o'rtoq gapirayotgan gapini qara. Ishingizga vaqt ajratasiz, menga ajratmaysiz. Internetda juda ko'p o'tirasiz, qizlar bilan yozishasiz, uyga kech borasiz, sizdan xavotir. Masjidgacha kelib ketdi boru. Qara, men senga zo'r maslahat beraman. Mazza qilib yurasan. Shundoq xayrlash bortini ber. Choyxonaga mazza qilib borasan. Internetda xohlagan odaming bilan gaplashasan. Ko'chalarda bemalol 2-3 kez sanglaysan. Degan ovozda bo'lmaydi. Mazza qilasan, miyang tinch yuradi. Sanam o'rtoqsan-da endi. Hozir sen menga qarab turib javob. Sen adashyapsan. Sen uni ko'ngliga qaragin, chunki uylanasan. Hozirdan ko'ngliga qarab, ko'nglini olsang, ertaga ota-onangni ko'nglini oladi u. Deyish o'rniga gapirayotgan gapingni qara, Murtazo. Shunaqa qilib bo'lmasa, menga nima deysan? Endi jonga ham tegib ketadi. Sen nima qilish kerak jonga tegib ketadi? Har tugulani yopishqoqdan qutuldim, o'zim bor ekan bo'ldim. Bagajing uncha kichik. Nima qilsam bo'pti? Men boraman, rasborga jo'ram uchun boraman deb bagaj qo'ydim. Birga bir bor ekan. Birga bir, ikkiga birga deb urib tashladi. Yo'q, ikkiga bir yo'q deydi, faqat birga bir. Sen slabiysan, jo'rajon, men testing uchun urishib, maybini chiqarayman bachaman. Yo'q, u faqat birga bir, tushunsanmi? Birga bir. Qera u birga bir. Jabbor og'ayni PlayStationga chaqiruvdi, o'shani ketyapti-ku o'zi. Men sen urushasanmi deb bagajingga qisilib yuraman. Ya o'g'zingga biladi. PlayStation men urush bo'lsa cho'qib bagajga bo'laman. La. Zaministrni xotini nasagan. Chiqdi-yu, tiyar ekan. Kim ekan endi bu 40-13-a? Sirni ochaman desang, shu ko'tarsang bilasan kimligini. Ko'tarsang bilasan. Alo, menga qara. Alo, pul qo'lga deyishardi-yu. Pul yo'q-da, lekin qo'lga. Men nechi? Ol, yoqim ishda. Men senga bitta sirni ochaman. Qo'lingni yuvib kelsang toza bo'ladi.
O'rtoq mana shu taxta bilan Oybek yo'lda chetida turadigan qizni kechqurundan nima qilib turar ekan? Sen sirni ochaman-da. Kerak emas. Ular ancha oldin ochilib bo'lgan. Sirlar. Javob, $1 million topib oldik. Nima ishli qilib tashagan bo'lardi o'rtoq? Voy, $1 million topib olsam, birinchi bo'lib qarzlarimdan qutulardim. Qolganigachi? Qolganini kutib turar, keyinroq qilib berarman. O'zing nima qilarding? Voy, bitta uchastkani jinnisidan qurardim. Chorvadan 2 etajli uchastka. Bitta mer solib, qolgan puliga 30 ta jentiri arendaga chiqarib yuborsam, voy boqib yotadi umrim oxirigacha. Men qaraman 30 ta jentirani bittasini men berarding-da. Men senga takki berib yuborishim kerak. Nima qilibdi? 30 ta, 1 million ichida Meni ham 14 orzu ming. havaslarim bor. 1 million ichida 14 ming nima degan gap? Qanaqa qilib men senga takki berib yuboraman? Bu necha yillik o'rtog'imiz bersin. 14 ming dollarlik narsa. Bitta jentir 30 ta yuzanda. Qanaqa qilib takki berib yuborishim mumkin? Sani pul o'zgartiribdi boru, sen orqalab keta olmaysan. Esingdan chiqarmaman shu gapni. Tushundingmi? Noto'g'ri ish qilding. Men senga takki berib yuborishim kerak. Yerdan topib olmam shuncha pulni, ey. Ishlamagan tishlaydi. Kelishida qarayadi. Afolla. Qalaysan? Bormi, sen turibmiz, ha? Yo'q, ketayman. Kayfiyating zo'r, tinchlikmi? Yo'q, beruli. Maxim Gorki. Qistolaringmi? Bo'ldi, seriozlik bak, ha? Menga qara. Har doimgidek qizlaring oldidan kelyapsan. Ertaga tovutingni biza ko'taramiz, ular Gaplaring to'g'ri. Tovutimni sanlar ko'tarasanlar. Lekin menga bola tug'ib bera olmaysanlar-yu. Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Men sizlardan ko'ramanlar. Like. Ketdi, yoshligiga qaytamiz. Dili dumbali. Odamni cho'chitib o'rganamiz. Va pipkalar bittolaring. Nima qilamiz buni? Bilmayman. Vallahi boshim yomon og'riyapti-da. Voy, chertudim, hali ham og'riyapti. Emas. Yo'q, sirgani ko'tiga shipon chiqsin. Rozi. Mandan tashqari. Mandan tashqari degani ko'ti qishqa. Maktab chog'larimni eslab qiynalar qalbim. Sevgimiz xor qilolmagan o'tgan kunlarim. Ana tog'im, maza xillashlik holatida o'zi shanba yakshanba kuni boru tog'ga chiqish kerak. Odam bo'lmaydi, itam bo'lmaydi. O'rotga ham bo'lmaydi. Shu yerda yashaydiganlar boru Toshkent Cityga kirib o'tgan ekan dam olishga. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari borib, dachalar shunaqa ko'tarib o'tgan ekan. Vaqti yo'lda probka bor. Odam tiqilinch, bir-biring bilan manda qo'tasan yo'ldan. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lsa bo'lardi. Shanba kuni kelamiz dedilar, probka bo'ladi. Orzu hammasi bo'lib qoldi, hammasi ketdi. Yakshanba kuni kemalaring degan. Topdim. Qozog'istondan shikala topib sotamiz, qani. Ya pul kerak unga. Bekorchilik vashcha jonga tegdi. Bolni keldi, yomon ekan. Ancha bo'lgan kerak. Yo'q, ideya. Men bitta qiz bola profil topdim. O'shani nomini tapichga ming qilamiz. Okey. Bloger bo'lamiz. Qani deydi bo'lamiz. Yo'q, ijod qilamiz. Faqat ijod. Reklama giveaway qilmaymiz, faqat ijod. Tashalab. Ijod. Assalomu alaykum. Instagram 747 obunachiga ega bo'lganimiz munosabati bilan o'zimizning shaxsiy itam deb nomlangan giveawayimizga start bermoqchimiz. Bizda asosiy sovg'a mana shu Nexia bilan avtomobilini chap tomon kalpagi azizlar. Bizda reklama Farhad Skida 10 ming so'mga sotiladigan ajoyib ishlarga asqotadigan umiddamiz. Bizda yana bir bor reklama Kuchinski bolalar uchun ajoyib taroqlar sizga. Bizning bosh homiyimiz Fahmoq opanaskilari. Белый это белый, черный это черный. Ну, погнали! Sizda ham pul ko'payib ketdi. Sening ichidan pishgan do'sting. Yana boshladingmi shu ishingni? Instagramga kirmalar, iltimos. Ey, mashtunga to'xtatib qo'ying, Mashtalma bratan. urib to'xtang, bratan. Necha bo'ldi aka? 15 ming so'm bo'ldi sizlardan. Men berib olaman. Manda mayda bor. Menda oylik chiqqan, men beraman, bolalar. Qatdan ham gapirdim, qisib o'tirsam bo'lar ekan. Tezroq berib yuborsin-chi, vas yo'q. Ana aka. Men berib yuborardim. To'yxonadan soda ham chiqmadi. 5000 tushadigan joyi edi. Bolalar, Men shunday qilib chiqaman, kelaman. Hozir. Necha pul bo'pti? Men 500 ming yetmasa Men faqat choy ichdim, choyga to'layman. Men mashinadan olib beraman hozir. bolalar noto'g'ri ish qilamiz dedi doim. Kelinglar, mana qilaylik. Hoki shu tutib olasizmi?
Olle, to'lamadimi aka? Siz yetib ketishdi. O'zlari qani? Ana? Some love them, some love them. Woman, I'm jump on them. To'g'rida. Woman, I'm jump on them, and I'm love them. Some love them, some love them. Woman, I'm jump on them, and I'm love them. Some love them, some love them. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Birinchi oddiy oling, birinchi oddiy, ikkinchisida biz bilmay qildik bu. Bayraming muborak bo'lsin megachim.